Men yashayotgan Los-Anjeles shahrida kun degan 50-40 gradusdan o'tadi. Shuning uchun men bugun basseynga borishga qaror qildim. O'zimni uyimdagi basseynim kuyib yotibdi. Shuning uchun Los-Anjelesdagi nomer 1 salqin basseynga boradigan bo'lamiz bugun. Kayf qilib dam olib qaytamiz. Los-Anjeles shahrida kun degan masxara issiq bo'lyapti. Shuning uchun ketdik. Qani basseynga mashinamga o'tirib olaylik, ketdik. Mana bu mashinamni ichi ham kuyib yotibdi-ku, soyaga qo'yishim kerak ekan. Mayli, ketdik unda basseynga. Shu Los-Anjelesda mixta akvapark bor deb eshitganman, shunga boramiz. Voy, bu nimasi, do'stlar? Bu nimasi? Bu yoqda mashinalar to'lib yotibdi. Nima bu? Mana bu mashina umuman ag'darilib ketgan-ku. Nima bo'lyapti ekan bu yerda? Mana bu yerdan aylanib o'tib so'rab ko'raylikchi mana bu odamlardan. Mana izmi? Mana bu nima ekan? Mana bu mashina вообще yonib yotibdi-ku. Mana odamlardan so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum, amaki. Mana bu yerda nima bo'lyapti? Nima bu? Nimaga mashinalar to'nkarilib yotibdi? Va alaykum, bilmaymiz bizlar ham shu yerga kelsak mana bu monstrni izi turibdi ekan. Yonida mashinalar ag'darilib yotibdi. Bizlar ham bilmayapmiz shu nima ekan deb turibmiz. Aka, shunda mana bu yerda monster bo'lgan demoqchimisiz tunda? Qani borib ko'rib kelaylik. Yana tunda bizani uyiga kelib yurmasin.